Yaxshimisilar do'stlar? Men Nazahat. Men sizlarga yulduz turkumi to'g'riliq so'zlab beray. Amdik so'zlaydiganimiz O'chi yulduz turkumi. Ya'ni 11-oyning 23-idan 12-oyning 21-gacha tug'ilganlar. Yupiter sizning 7-xonangizda. 7-xona degan muqim jo'ra hamkorlashish yoki dushmanlashish. Sizning mijozingizni apaysak, siz ishki jihatdan intayin astoydil bo'lganingiz bilan tashqi jihatdan siz intayin do'stona, so'rindochiligingiz bor. Va ayni bir bo'yin turuqsiz, yugansiz bir yov otga o'xshaysiz. Hamkorlik bilan ish qilishdan qochsiz. Hamkorlik qilish xuddi sizning burningizga cho'likdan birini o'tkazib, tatib mangandek bir ish siz uchun. Chunki siz erkinli bo'lsam, men bu narsani men o'zimni qilsam, o'zim shundaq joy-joyiga keltirsam, mening deganimdek bo'lsa deb o'ylaysiz. Endi hamkorlik deganimiz, endi sizga yoqmaydigan yeri, siz cho'qim boshqalarning fikrini anglashingiz kerak. Boshqalar bilan hamkorlikla ish qilishingiz kerak. Boshqalarning ko'ziga qarashingiz kerak. Boshqalarning vaqti bo'yicha ish qilishingiz kerak. Ham siz o'tirib yerim ketsa, 3 qilay, mana pitechi deb qilgan vaqtingizga boshqalar unishi kerak. Kim unaydiganga boshqalarning vaqti qaramasangiz olmaydi. Nava siz 3 qilsangiz boshqalar ajab men bilan birga qilmabdi. Durga ishlab baqing. Siz bunda ishlarni cho'qim qochsiz. Hatto yamini kelsa, siz bilan bir ishni qilayotgan odamning kontroliga chiqib qilishingiz mumkin. Agar sizning iqtidori yuqoriroq bo'lsa yoki kontrol qilishi sizdan bakrak yuqori bo'lsa, shuni kontroliga chiqib qilishingiz mumkin. Yoki siz boshliqingiz bilan hamkorlashdingiz, boshliqingiz sizni "Manda tan qilayli" degan bo'lsa, masalanga sizga kichik ishlarni hamma yozdigan narsalarni to'ldiradigan jadvallar sizga tashlab berib boshqa qilgansiz, uni g'unamsiz. Shuningdek, hamkorlik qilish degan gap bu o'ch yulduzlar nisbatan intayin beshidan tar chiqaradigan ish. Shunga bu endi hamkorlashish degandek bu o'ch yulduz turkumdagilarning tetang tomirga tegadigan ishni endi sizningki 7-xonangiz kirgan vaqtda Yupiter amal yo'q. Hamkorlik qilishga to'g'ri kelsa, hamkorlik qilishingiz kerak. Bu 7-xona sizga mushuni o'rgatadi. Yupiter yilda bir xona almashidimi? Bu 7-xonaga kelibdi, sizga shuni o'rgatadi degan gap. Bu yomon tarpi. Ammo Yupiterni biz qut yulduzi deymiz-ku. Mushu kirgan har bir xonlarninki, har bir yulduz turkumininki alaydigan kuchaytirib tutadimiz-ku. Balkim siz bilan hamkorlik qilgan odam balkim sizni bir qavat yuqori ko'tarishi mumkin. Muhim odam bo'lishi mumkin. Bir oyda bitadigan ishingizni bir kunda ya bir haftada bitirib o'tadigan alaydilikka iqtidorga ega bo'lgan odam bo'lishi mumkin. Shunlashqa ahamiyat bering. Balkim buningdan sizga kirayotgan kirimingiz 2lab, 3lab qo'shilib degandek ishchi mumkin. Yoki bo'lmasa sizlar birlikda bitgan ishdan ma'lum bir yaxshi natija qozonishingiz mumkin. Shunlashqa siz Yupiterninki qut yulduzining sizningki 7-xonangizga kirgan vaqtdagi o'tgan darsidan boshqa shuning yordamidan foydalaning. Endi siz yana burunqidek yugansiz otdak o'zingizningki xolig'ini bo'yicha qilaversangiz, bu yaxshi bir hamkorlik munosabatini dushmanga aylantirib qolsangiz, endi qarshi taraf go'mushlab qolmasa, balkim sizga butun bo'lmagan ishlarni hamma sizga ortib qo'yib chiqishi mumkin. Shunlashqa eng yaxshisi hamkorlikqa diqqat qiling. Bu Yupiterning 7-xona kirgan vaqtdagi sizga bergan darsi ham ta'limingiz. Muhabbatni jihatdan desak, bu yil to'y qilsangiz yoki miki qilib yurgan muhabbatni muqim qilsangiz, to'y qilmasangiz muqim holat tutsangiz, o'zik sab qo'ysangiz degandekchi, ishlar qilsangiz, bu joyda ta'limingiz bor. Muqim jo'ringizdan ta'limingiz bor. Sizga bakrak ko'ngil bildi, hamkorligingiz yaxshi bo'ladi. Diqqat qiling, yanala. Siz qanchalik ko'ngil bo'lsangiz, qarshi tarafmi sizga shunchalik ko'ngil bildi. Siz qanchalik mehringizni bersangiz, sizga tang barobar holda sizga shunchalik mehrini berdi. Yupiterning 7-xona kirishi bu haqqandaq hamkorlik munosabatlik. Navoda siz hamkorligingiz ma'lum bir odam emas, bir guruhdagi odamlar bo'lsa qanaqasiz, siz yana uningga mening deganim hisob deganmaysizda, shunlashqa cho'qim guruhdagilarning gapini anglang.